Kollagenimiz iste'mol qilayotganlar diqqatiga, bilasizlar, qo'riqlabda ikki xil kollagen bor. Ikkalasi ham baliqdan olingan. Men juda ko'p aytaman, parashokli, kapsulali kollagenlarda davri o'tdi. Hazm bo'lishligi juda ham qiyin. Kim parashokli yoki kapsulali kollagenni ichayotgan bo'lsa, baliqdan bo'ladimi, boshqa hayvondan bo'ladimi, qo'riqlab mahsulotlari suyuq, gidrolizlangan, bu 10 ming doza, bu 15 ming doza. Buni tarkibida biluron mahsulotini tarkibidagi gialuronik kislota bor. Shuning uchun buni ichayotgan paytda biluron ichishinglar shart emas. Agar kimda-kim bu peptid kollagen, bu tripeptid kollagen. Parashokli kapsulalarda aksariyati oddiy kollagen hisoblanadi. O'shuning uchun buni ichayotgan paytda biluron qo'shib ichsa bo'laveradi. Buni ichayotgan paytda biluron ichishinglar shart emas, chunki tarkibida biluronni sostavidagi tarkibidagi gialuronik kislota bor. Shuning uchun shuni aytib qo'ydim hammaga.